Ho'p, Bismillahirrohmanirrohim. Kofiya 75-ci dars. Fi'lut ta'ajjub, ta'ajjub fe'li. Ya'ni ajabo deb degan ma'noni anglatadigan fe'lda. Fi'lut ta'ajjubi ma wudi'a li insha'i ta'ajjubi wa lahu sighatani ma af'alahu wa af'il bihi. Fe'li ta'ajjub u o'sha bir ta'ajjubni paydo qilishlik uchun qo'yilgan fe'l bo'lar ekan. Uni ikkita siyg'asi bor ekan, ma af'alahu va af'il bihi ekan. Endi o'sha ta'ajjubni o'zi bu ajoyib odamda deb desangiz ham o'sha nima bo'laveradi, lekin o'sha ta'ajjubni ifoda qilishlik uchun o'sha vo ajabo, naqadar ajoyib degan ma'noni anglatish uchun ishlatilar ekanda. Mana ma ahsanal ilma, ilm naqadar go'zal. Al ilmu hasanun desangiz ham chiqaradi, lekin bu ma ahsana degani o'sha ta'ajjubni ifoda, naqadar go'zal ilm, naqadar yaxshi narsa ilm degan ma'no chiqibdi. Yoki ahsin bil ilmi, bu ham o'sha naqadar ilm naqadar go'zal degani. Ma ajmalal qamara yoki ajmil bil qamar ma'nosi bir xil. Oy naqadar go'zal degan. Xo'p, va huma g'ayru mutasarrifayni. مثل ما أحسن زيدا وأحسن بزيدين ولا يبنيان إلا مما يبنى منه أفعال التفضيل. غير متصرف degani endi ularda majhuli ham yo'q, muzori, amr, nahisi yo'q, ism foil, ism maf'ul, ism tafzili yo'q, muannasi, tasniyasi, jami yo'q degan ma'nolarda, ya'ni umuman hech narsa yo'q. Faqat shu ma af'alahu af'il bihi, boshqa hech narsa yo'q. Mana misol uchun ma ahsana zaydan deysiz yoki ahsin bi zaydin deysiz. Endi bular vala yubnayani illa mimma yubna minhu af'al. Ismi tafzilda af'alusi bor edi-ku, eslaysizlarmi? Ismi maf'ulda af'alusi o'sha sulosiy mujarraddan olinarida, af'alu vaznida bo'lardi va u rang bilan aybga aloqador bo'lmas edi. Rang bilan ayb bo'ladigan bo'lsa, u ismi tafzil bo'lmay qolar edi. Eslasangiz, mana asvadu, abyazu degan, qora oq deganlar u ismi tafzil bo'lmay qolar edi. Yoki a'varu, ko'r, aybni ifodalaganlar ham bu ismi tafzil bo'lmay qolar edi. Bu ham xuddi shunaqa. O'sha af'al ismi tafzil qanday bino qilingan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa bino qilinadi. Endi ويتوصل في الممتنع بمثل ما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه. Bu ham xuddi o'sha ismi tafzilga o'xshaydi. Endi man qilingan joyi bo'lsa-chi, ya'ni u sulosiy mujarrad emas, sulosiy mazid bo'lsa-chi, yoki rangni ifoda qilsa-chi, yoki aybni ifoda, unda nima qilinadi desa, eslasanglar, ismi tafzilda shunaqa qiluvdik. Huwa ashaddu minhu istixrojan deb aytuvdik. Haligi ashaddu so'zini ishlatuvdik mujarraddan boshqasida. Yoki bo'lsa huwa ashaddu minhu bayodan deb aytuvdik rangda, to'g'rimi? Yoki huwa ashaddu minhu aman deb aytuvdik bu aybda. Ya'ni ashaddu so'zini ishlatuvdik, to'g'rimi? Ismi tafzilda. Bu nimada ham xuddi shunaqa, fe'li ta'ajjubda ham xuddi shunaqa o'sha ashadduni ishlatamiz. Ya'ni ma ashadda istixrojahu deymiz. Uni chiqarib olishi naqadar qattiq bo'ldi degandek. Mujarraddan boshqasida. Yoki ma aksara humratahu deymiz. Uni qizilligi naqadar ko'p bo'ldi deymiz. O rangda misol uchun. Yoki ma aqbaha awrahu deymiz. Uni ko'rligi naqadar xunuk deymiz. Aybda. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bu ham xuddi o'sha ismi tafzilga o'xshab o'sha sulosiy mujarraddagi bitta ismi tafzil fe'lni olib, mana aksarami, ashaddami, aqbahami shuni olib, shuni yordamida keyin ifodalaymiz. Rangni, aybni va mujarraddan boshqasini. Tushunarli bo'ldimi? ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل وأجاز المازني الفصل بالظرف. Demek bu ikkalasida ham shu ma af'alahu ham af'il bihi ham taqdim, ta'xir, ya'ni uni muqaddam qilish, oxiriga keltirish, o'rtasiga bir narsani solish degan narsalar bo'lmaydi. Mana misol uchun ma zaydan a'lama desangiz bo'lmaydi. Ma a'lama zaydan deyishingiz shart. Bu mumkin emas.
yoki bizaydin a'lim deyishingiz bo'lmaydi. A'lim bizaydin deyishingiz shart. U bizaydin a'lim bo'lmaydi. yoki ma ahsan al yawma zaydan deyishingiz bu ham mumkin emas. O'rtaga fosila al yawmani tiqib qo'yyapsiz. yoki akrimil yawma bizaydin bu yerda ham al yawmani o'rtaga solib qo'yyapsiz. Bu ham bunday qilishligingiz ham mumkin emas. Endi mana asmi' bihi mu'absir oyat kelyapti. Lekin bu yerda bu absir asmiyaga atf bo'lib kelyapti xolosda. O'zi aslida asmi' bihim deb turibdi-ku o'zi. Af'il bihiga tushyapti-da o'zi. Shuning uchun bu durust. Bu absir faqat unga atf asmiyaga atf bo'lib kelyapti xolos. Endi Mozani bu kishi o'sha ma ahsanal yawma zaydan deb o'sha zarf bilan bo'lgan joyiga ruxsat berar ekan. yoki akrimil yawma bizaydinda o'sha yerda zarf bilan bo'ladigan bo'lsa, shularga ruxsat berar ekan. Bo'laveradi bu der ekan. Endi bu Mozaniyni mazhabi endi. Lekin agar fe'li boshqa bo'lsa-chi, mana masalan, laqituhu fama ahsana amsi zaydan deb bo'lsa, fe'li boshqa bo'ladigan bo'lsa-chi, laqitu mana fe'l, ya'ni alohida kelyapti-da. Bunda mumkin emas ekan. Bunda durust bo'lmas ekan. O'rtaga o'sha amsiyni tushishi bu paytda durust bo'lmaydi deylar ekan. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Xo'p. وما ابتداء نكرة عند سيبويه وما بعدها الخبر. endi Sibuvayhni nazdida mo bu mubtado ekan, nakira ekan, undan keyingisi xabar ekan. Bu xuddi hali sharrun aharrazana bin boru, xuddi o'shanga o'xshardi. Ya'ni iza taxassasat bivajhi ma deb kelgani, ya'ni nima nakira bo'lishligi mumkin. Mubtado bir narsa bilan nima bo'lsa, xoslansa deb bir o'tuvdiga eslasanglar. O'sha yerda xuddi shunga o'xshab ma'da mubtado der ekan, bu yog'ini undan keyingilarini o'shani xabari deb aytar ekan. Endi va mavsulatun indal akhfashi val xabaru mahzufun. Endi akhfashda nazdidachi yo'q, bu ma ahsana zaydanda bu yerda mavsula bu. Ma mavsula. Uni xabari mahzuf der ekan. Ya'ni allazi ahsana zaydan shay'un azimun. Ya'ni zaydni bu go'zal qilgan narsa bu juda ham bir ulug' narsa degan ma'noda. O'sha shay'un azimun xabar bu yerda mahzuf deb aytar ekan Axfash buni bunaqa ta'vil qilar ekan, Sibuvay unaqa ta'vil qilar ekan. Xullas, Sibuvayni nazdida mo mubtado nakra ekan, Axfashni nazdidachi bu mavsul ekan. Tushunarli bo'ldi. Endi istifhom bo'lib kelish holatlari ham bor. Va ma adraka ma yawmuddin, mana bu yerda qattan bilding, senga nima bildirdi deb istifhom bo'lib kelayotgan holati ham bor. Endi bihichi, ahsin bihidagi bihichi. Sibuvayni nazdidachi bu fa'il ekan. Bu af'alada hech qanaqa zamir yo'q ekan. Mana ahsin bihi deydigan bo'lsangiz, o'sha yerdagi ahsin xuddi bu mana bu alhama go'shtor bo'ldi degan ma'noda bor, xuddi shuni singari, ya'ni u go'zal bo'ldi degan ma'noda o'zi ekan. Bu yerda zoida hi o'shani fa'ili bo'lib ketaveradi deb aytar ekan. Bu yerda ahsanan tagida, ahsinni tagida, endi ahsin bu fe'li amr bo'lgandan keyin uni fa'ili anta bo'lishlik kerak. Yo unaqa emas. Bu mana bihidi o'zi fa'ili der ekan. Sibuvay. Lekin Axfashni nazdida yo'q. Bu yerda bu maf'ul bu der ekan. Bu bihi maf'ul der ekan. Bo bihidagi bi bu ta'diya uchun. Ya'ni mutaaddiga aylantirish uchun yoki zoida der ekan. Bunda ahsinni tagida albatta zamir bor, ya'ni sen degan zamir bor der ekan. Ahsin bihi degani ya'ni soyir huza hasani. Uni o'sha go'zal bir go'zallik egasiga aylantir, ya'ni uni go'zal deb bilgan degan ma'noda der ekan. Endi ahsin bizaydinda o'sha nimalar Imom Zamaxshariy ular nima der ekan, sifhu bil husni kayfa shi'ta deb ham ta'vil qilishgan ekan. Ya'ni o'zing xohlagandek uni go'zal deb tavsifla degan ma'noda aytishgan ekan. Farro Zamaxshariylar shunaqa deyishgan ekan. Bunda endi albatta uni tagida zamir bo'ladi, ya'ni sen degan
zamir albatta bo'ladi endi bu yerda. Sen sifatlar deyapti, sen tavsiflar deyapti-da. Xo'p, yetadi, fe'l ta'ajjubni ham qildik. Salomat bo'linglar.